Assalomu alaykum. Bu tez xabar va asosiy yangilik siz bilan. Bugun Madagaskarda tarixiy voqea ro'y berdi. Prezident Andre Rajoelin hokimiyatdan ag'darildi va mamlakatdan qochib ketdi. 3 haftadan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari nihoyat davlat to'ntarishiga aylandi. Harbiylarning Chapsat elita bo'linmasi rahbari, polkovnik Michael Randrianirina, biz hokimiyatni qo'lga oldik, deb e'lon qildi. Endilikda Konstitutsiyaviy sud, Senat va saylov komissiyasi faol. Prezident Rajoelin esa o'z hayoti ostida qolgani uchun mamlakatni tark etgan. Reuters agentligi: noroziliklar avval elektr va suv ta'minotidagi uzilishlardan boshlandi, lekin xalq sabr kosasi to'lib, siyosiy. Madagaskar, Afrikaning eng qashshoq davlatlaridan biri, aholining katta qismi kuniga $2 kam pul bilan yashaydi. Bu voqea haqida sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozing. Yangi xabarlarni birinchi bo'lib eshitish uchun videoga like bosing va Vedo Tez xabar kanaliga obuna bo'lishni unutmang.